Bolalar bu dunyoning eng jonli energiyasi. Bugun sizlar bilan oilaviy va bolalar fotosessiyasini ko'rib chiqamiz. Bolaning ko'zidagi kulgu eng katta hikoyadir. Oilaviy fotosessiyalarda muhit eng muhim narsa. Ularning har bir kulgusi, harakatlari suratga olish uchun eng ajoyib kadr. Bizni tabiiy yorug'likdan ham, sun'iy yorug'likdan ham imkon qadar yumshoq holatda foydalanishimiz kerak. Masalan, ertalabki chiqayotgan quyosh yoki bo'lmasa softbox taqilgan holatda. Oilaviy fotosuratlarni jonlantiradigan narsa kulgu va kreativ detallar. Kamera doim shay bo'lsin, eng kerakli momentlarni qo'yib yubormang. Yaqin plandagi fotolar kadrga hissiyot qo'shadi. Kadrlar harakatga mos bo'lsin. Birinchi kadr o'zi to'xtab qolmay, dubl kadrlar ko'proq bo'lsin. Bolalar va oilaviy fotosessiya bu quvonch va baxt belgisi. Siz tarixga muhrlagan kayfiyat suratlarda jonlanadi. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov edi. Bizning rasmiy sahifalarga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.